moonlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun 24-iyul hamda San Fransiskoga bo'lgan yangi sayohatimizni boshladik. Bu safargi maqsad Y Combinator hamda ba'zi bir boshqa narsalar. Asosiysi Y Combinator. Let's go. Table and tablet holder are stowed, and your seat back is in the upright and locked position. O'rtoqlar, mana samolyotga ham chiqib oldik. To'g'risi jarayon boshqacha bo'ldi. 4ta S, ya'ni secondary security checkoutmi shunaqa narsa bor ekan. Unga randomly shu bir 100 tadan 1000 tadan bir dona odam tanlab olib, to'liq tekshirilib chiqarar ekan. Sumkalarimni ichib, hattoki paypoqlarimgacha yeshtirdi-da, hamma yo'qni tekshirdi. To'g'risi bu jarayonga birinchi marta tushdim. Menimcha bu faqatgina US hamda Canada flightslarda o'rtasida bo'lsa kerak yoki boshqalarda ham bordir. Вообще qo'rqinchli bo'lar ekan. Bitta xonaga olib kirib ketib, sumkalarim, kompyuterlarim orasi, iPadlarim, kameralarim hammasini oralarigacha tekshirdi. Keyin o'tkazdi, yaxshi. Endi hozir aytayaptiki, keyingi hozir menda bitta transit bor. O'sha tranzitni ham tekshirar ekan, undan keyingi San Fransiskoga kirayotganimda yana bir marta tekshirar ekan. To'g'risi jarayon boshqacha. Do'stlar, mana shu qo'nib oldik San Fransiskoga. Juda ham kech balki soat 12 dan o'tdi. Yurt shunaqa yotdi. Let's go. O'zimiznikilar-u. Ana bola. Ismisidan chiqib qoldi, mana shu bola. Bilar. Firdavs. QR code's out and ready to be shown, please. How's it going? Qayerga kelmadim? Tanishlayapmiz boshqa? Ko'rishamiz endi.
it's the best time to build. It's the best time to be a startup. There's so much disruption coming. There's never been a more amazing time to go create something totally new. I hope you believe in something unconventional, something unexplored. And dedicate yourself to making it happen. I truly believe we're on the cusp of a moment where really Jensen Huang. This is a surreal moment for me. Thank you. Thank you for being here, Jensen. I'm delighted to do it. It's great to be here. So I'm more focusing on like doing the research and then maybe from it, but not sure. I think the hardest part for us, are you international? Yeah, I'm international. Yeah, so I think the hardest part for us international is like the visa stamps. Yeah. We need to be here to be able to build here. Yeah. Are you international as well? Egypt, right? Sorry? So where are you from? Brazil? Yeah. Bro, I was in Rio like a couple of years ago. I loved it. I was there for 2017. Oh, bro, it is so cool. Were you there as well? No, I didn't go anymore. I did a physics camp. Abjamor obunachilar, bugun hakaton kelganmiz. Rollarni so'rab, zo'r hakatonga olib keldim. Sinaqman. Gapiring. Hakaton keldik. Judayam zo'r, hammaga yoqyapti. Endi nimaga fair judgment bo'lsa, hamma haqqoniy videoni tanlashda yutishimiz degan ehtimol bor. Yuta olmasak bu video chiqarilmaydi. Agar yutib ketgan bo'lsa chiqariladi. Mana haqiqiy ideya deb olibmiz bu yoqdan. Hakatonda shu oqtarib olib kelgan bola bu Najmiddin. Shunchaki o'tirgan. Bekorchi, buyruq berib turadigan odam. Mana nima deydi nomini? Biz CEO emas, CEO. Program manager. Program manager xullas boshliqlar tepasidagi odam. Kamina. Ayollar qattiq ishlashyapti lekin. Xudo xolasa yutamiz deyapti-yu. Qolamiz. Deyapti. Do'stlar, hozir mana hakaton tugadi. Boshqa videoga. O'zimiz switch qilib, hozir o'zim olaman. Hakaton tugadi. Natijalarni aytishdi. Qanday bo'ldi? Corporation bo'ldi, xudoga shukr. Corporation bo'ldi. Ana akalar, anaqadan Kanadadan kelishgan. Akalar o'zimiz esa startup schooldan keyin qatnashdik, xudoga shukr. Qanday bo'ldi? One match, guys. Yeah. We didn't find an error rate. Rather keldik, qatnashdik. Yaxshi. Qanaqa bo'lganini hisobga olib, Dubai Combinator Startup Schoolga 30 ming odam ichidan dunyodagi eng kuchli builderlar, eng kuchli tekda yurgan odamlarni olib kelishgan. O'sha odamlar hakatonga kelishdi va o'sha hakatonga shu dunyodagi eng kuchli builderlar bilan o'rnashtirib qatnashdik va o'sha hamma komandaning ichidan 3-chi o'rinni oldik. O'ringa prizlar bilan. Yana bir marta hakaton haqida aytib o'tay. Bu Compilot hakaton, shu hakaton YC'ning o'ziniki. Juda ham mashhur. San Fransiskoning o'zida. Bilasizmi, yordi. San Fransiskoda asosan yaxshi. Shamol bor tepada. Wow, mana bu. Haqiqiy chiroyli shahar. Juda ham chiroyli, juda ham zo'r. Ramona. Ko'zlar. Yani Bluetooth tezligini tutib qarab qo'yildi. Wow. Look good in the moonlight. Telefonni chiroyli qo'yildi. Moonlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so by
Toronto'da ham buni Hoşlar qara. Bro, yaxshi. Ko'ryapman. Jabal Vaysi haqida fikrlar qanaqa, San Fransisko haqida fikrlar qanaqa bo'ldi? Shuncha yurib to'g'risi bir haftadan beri yurgan bo'lsam, Vaysi'da esa yaxshi bo'ldi. Jensen Hoyne, Sam Altman, ayniqsa ana OpenAIdan hamda Clouddan 6 oylik obuna, yana shunga o'xshagan kreditlar jami bor $25,000 teng. Kreditlar hamda foydali yo'lda sarflashni shunaqa narsalarni o'rganishimiz kerak berildi bizga. Shukur. To'g'risi, masalan, ko'p nimada ko'ryapman. Nimalar lektorlar вообще kuchli, zo'r edi deyishgan narsalar bor. Aslida unchalik emas edi. Bu narsalar OpenAI yo masalan shu ChatGPT qaysi nimaga bitta prompt bilan bitta savol so'rab turib bilib olsangiz ham bo'lardi. Yo masalan ba'zi bir narsalar xullas. Ben nima deyishni ham bilmayman. Nima deyman? Bitta networking ancha kuchli ekan. Trainingga chiqdimda men bilan o'tirgan odam o'sha oldimda ketayotgan odam bittasi Stanfordda o'qir ekan. Keyin bitta eventga bordik. Eventda ham 5-6 ta bolalar MIT'dan o'quvchilar, yana qaysidir startup founderlari mana shu yerda o'zlarini loyihalarini qurayotgan odamlar hammasi. Endi ba'zi bir joylarga ko'ra texnologiyada ancha kuchliroq. Ya'ni bu yerda endi texnologiyani vatan etsa ham bo'laveradi. Bu yerda o'sha Google'ni, Apple'ni hamda boshqa bir katta tech kompaniyalarning headquarterlari bor. Mana shu sababli ham mana shu texnologiya ancha rivojlangan va kim o'zini startapini boshlamoqchi bo'lsa, mana shu yerda Y Combinator masalan, Elon 6Z faqatgina ulardan ham tashqari juda ham ko'plab investorlar bor. Endi hali oralarda eventlarda shu narsalarda bor. Birga vaqtimizda eshitdik, ko'rdik. Ular startup founderlar uchun imkoniyatlar katta. Endi faqatgina uni foydalanishni bilgan odamlargagina xolos. Ya'ni kelib turib shunchaki bitta joyda dam olib ketsa bo'ladi yoki masalan kafelarga borib networkingni oshirib bir startaplar ishlab har xil loyihalarda ham ishlasa bo'ladi. Albatta bu odamning o'ziga bog'liq. Imkoniyatlar juda ham ko'p, imkoniyatlar juda ham yaxshi. Havosi yoqdi menga. Bilasizlar, Kanada juda ham sovuq. Ayniqsa qishda, hozir yozda ham deyarli har kuni yomg'ir